Katta rahmat Tursun opa bildirgan samimiy tilaklaringiz uchun. Sizga ham sog'lik, salomatlik, hamisha yoshlarga ta'lim, tarbiya berish ishlaringizda barkamollik tilayman. Hamisha farzandlaringiz, shogirdlaringiz baxtiga sog' va omon bo'ling deyman. Tomirimni tirnar ko'hna savollar, yuragimda gullar, shirin xayollar. Ey siz o'zbekoyim, oftob jamollar, men oftobga alishmagan ayollar. Millatning ertasi, millatning nasli. Siz atir nafasli, siz rayhon sasli. Ketmas bo'lib kelgan bahor siz asli. Men oftobga alishmagan ayollar. Sizlar borki, so'zimizda sado bor. Sizlar borki, ishq ahliga gado bor. Sizlar borki, ming bir dardga davo bor. Men oftobga alishmagan ayollar. Hurmatli azizlar, mana bugungi kunda ustozlarning izidan borib, hozirgi kunda yoshlarga ta'lim, tarbiya berib kelayotgan, qolaversa 4-umum ta'lim o'rta maktabida ishlab faoliyat ko'rsatib kelishayotgan singlimiz Marg'ubaxon Safarvani davramizga taklif etsakda, mana shu davramizda aziz ustozlarimizga, qolaversa dugonalari, ismdoshlariga o'zining yaxshi tilaklarini izhor etadi degan niyatdamiz. Marhamat. Marhamat. Kim bor ayting, shu dahodan saboq olmagan? Kimlarga zavq, kimlargadir malhamdir so'zi. Yosh avlodga bilim berar vatanni sevdi. Muallim bu, shundoqqina hayotning o'zi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Shu yerda o'tirgan barcha ustozlar hamda sinfdoshlar. Mana shu kecha bilan hammangizni muborakbod etaman avvalambor. Yana nima deysiz? Hammasiga sihat, salomatlik, hamisha ishlarida muvaffaqiyatlar tilab, mana shu farzandlarni kamolini ko'rishni Xudodan nasib qilishini tilab qolamiz shularga. Mana shu o'qituvchilarimizga, ustozlarimizga hammasiga yana bir bor tashakkurlar aytib, ularga rahmatlar aytaman. Mana shularni saboqlarni olib, biz mana shu voyaga yetkazgan barcha o'qituvchilarimizga biz albatta qarzdormiz. Shular orqasida mana nima qilganimizni Xudoga shukr, o'qituvchilik kasbini nima qilib turib, o'shalarni izdan davom ettirish maqsadida o'shancha o'qituvchilarimiz hammasiga, domlalarimiz hammasiga sog'lik, salomatlik, hech qachon ularni tark etmasliklarini, hamisha yuzlarida tabassum arimasdan o'sha kelajakka bundan-da kuch-quvvat tilab turib, hammasini barkamol avlod qilib yetishishlariga tilakdoshman o'qituvchilar. Katta rahmat Marg'ubaxon bildirgan yaxshi samimiy tilaklaringiz uchun. Sizga ham sog'lik, salomatlik, hamisha ustozlaringiz izidan borib, mana shu hozirgi kunda 4-o'rta maktabda faoliyat ko'rsatib kelyapsiz. Mana shu yoshlarga ta'lim, tarbiya berish ishlaringizdan barkamollik tilab qolaman. Hurmatli azizlar, kelingizlar, davramiz davom etadi. Sizlarga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilagan holda yana navbatni xushabod san'atkorlarimizga berib, qolaversa siz azizlarni, aziz ustozlarni davraga o'yinga taklif etib qolamiz. Marhamat san'atkorlar.
Osmanlı'da